Assalomu alaykum. Men chempion bo'la olmadim. Sportga yutasan yo yutqazasan, lekin bolalarim uchun har doim men chempionman. O'zbekistonning prezidentidan, rahbariyatlaridan, prokuraturadan, sudyalardan men minnatdorman, chunki farzandlarimning yoniga ozodlikka chiqarishdi meni Damashqning arestga. Men ularga rahmat deb aytaman. Shu musobaqamdan keyin hayotim juda ham teskariga aylanib ketyapti. Eski haydagan mashinalarim videolari chiqib ketdi. Keyin Toshkent shahar prokuraturasidan protest kirdirilibdi sudga. Nimaga qanaqa kirdirilgan 2-fevral kuni uni bilmadim-u, qamoq bilan bo'lgan jazo qilib berishlaringizni so'raymiz deb. 17-fevral kuni bizni sudga chaqirishgan. Meni qamoqqa bo'lgan jazo bilan almashtirishlari mumkin. Farzandlarimni ko'ziga men qamoqqa vaqtim quvonch yo'q edi. Men ko'chaga chiqdim, farzandlarim hammasini ko'ziga quvonch bor. Ota farzandlarning yoniga bo'lsa quvonch bo'ladi. Mayli meni qamab qo'yishi mumkin. Men o'zim qornimni to'ydirishim mumkin. Men ichkari bo'lib, lekin mana to'rtta bolamni qornini kim to'ydiradi? Farzandlarimni ko'zdan quvonch ketadi-ki. Men O'zbekiston prezidentimdan, rahbariyatidan so'rayman. Ichmasam, chakmasam, qimor o'ynamasam, qimorni taklif qilmasam, meni nima sababdan qamashadi? Men shuning uchun prezidentimdan, u kishining qizlaridan, oilasidan iltimos qilib so'rayman, rahbariyatdan iltimos qilib so'rayman. Meni farzandlarimni yoniga qolishlik, ulardan motivatsiya olib, harakat qilib, jang qilib, O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarishim. Men chet ellarga qiynaldim, shuncha yurdim, lekin O'zbekistonga kelib maza qilib yashayapman. Bundan men faxrlanaman o'zbekligimdan. Shuning uchun men sizlarga chiqolman. Meni sudga chaqirishyapti. Protest kirdirilgan, uni qaytadan qamoqqa almashtirilsin deb. Qamoqqa aylantirilsa, men qamoqqa ketsam, farzandlarimni yoniga, meni ota-onamni yoniga kim qolishi mumkin? Bu bosh egib video qilish emas. Farzandlarim uchun har bir ota hamma narsaga tayyor turadi. Uydan chiqmaslikka tayyor turadi. Farzandlar uchun hamma narsaga ota tayyor turadi. Sizlarga shuning uchun murojaat bilan chiqaman. Xalqim, qamalishim oldi ham video qilganman. Mana chiqibman sizlarga rahmat aytdim. Prezidentimdan, xalqimdan yana ham sizlarga iltimos qilib, yana ham sizlarga chiqaman. Blogerlardan yetib borsin prezidentimga, rahbariyatlarda men qolishligim. Farzandlarim yoniga O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga. MMAdan birinchi marta chiqdim, birinchi marta MMAga. Alloh xohlamadi yutqazdim. Lekin men kulachga, moytaysman. MMAni ham shug'ullanaman-da, men shunaqa qaytmayotgan bo'laman. Bayrog'imni yuqoriga ko'tarib, qanaqa O'zbekiston